Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Mana biz ertalabdan ishlab boshlab oldik. Shapkalar kiyib, aqlli bola bo'lib sovqatmaslik uchun. Hop, hozir mashinani zavat qilib qo'ydim. Mashina qizib olguncha ish jarayoni va mahsulotlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlarga albatta qiziqarli ma'lumotlar chiqib qolishi mumkin. Hop, like bosib, podpiska tashlab qo'yishni unutmanglar. Chunki bu narsa bizga motivatsiya beradi, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Yanada ko'proq ma'lumotlar, yanada ko'proq videolar olishimizga sabab bo'ladi. Hop, mana mashinani bagajini ochdim. Mahsulotlarimiz bu yerda hamma shlanglardan bor. Asosiy e'tiborimiz hozir qish kuni bo'lgani uchun gaz shlanglariga qaratganmiz. Gaz shlang rossiyskiy, sara, buni hammalaring bilasizlar. Shuncha yillardan beri sifati o'lmaydi, sifat bir xilda zo'r turadi. Hop, bitta o'zimizning mahsulotlar. Endi bitta o'zi hamma narsa o'zimizning mahsulotlar. Bitta shu sara Rossiya, boshqa davlatniki xolos. Qolgan hammasi o'zimizning mahsulotlar. Mana bu yerda ajoyib ranglarda qishda qotmaydigan suv shlanglarimiz 15 lik, 20 lik sifatlari mana ko'rib turibsizlar, a'lo darajada. Mana qaranglar. Orqasi zo'r ko'rinadi. Mana qo'lim ko'rinib turibdi. Shaffofligi juda zo'r, egiluvchanligi ham mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda chiziq qolmaydi. Endi uni o'zlaring bilasizlar. Bu yerda o'zimizning gaz shlanglar, o'zimizning gaz shlanglarda 3 xili mavjud. Bitta plus Rossiya 4 xil gaz shlang mavjud. Bu ipli suv shlang. Buni hozir endi sezoni pastladi. O'shaning uchun bundan bittagina olganman xolos. Bu tarafda gidrourevinlarimiz ham bor. Mana gidrourevinlarimiz 12 lik, 10 qalin, 10 lik hammasidan bor. Bu 13 lik suv shlang. Buni bittalik nikel jumraga sotishadi, oxirali. Buni bilasizlar, konditsionerga ham va boshqa narsalarga ham sotishadi. Endi hammada har xil. Kimdir boshqa narsaga, kimdir boshqa narsaga sotadi. Bitta mana gaz shlanglarimiz. Bu eng sifatlisi o'zimizda chiqib turgandi. Eng qalini, bu undan sifati pasrog'i, eng sifati pasti o'sha bo'ladi. Endi hammasi o'zini puliga yarasha xizmat qilib beradi. Baribir buni Rossiya saranga yetmaydi. Endi bu sizga davleniyaga, bosimga kerak emas, menga oddiy uyga gaz shlangni o'zi kerak, shu qish mavsumi uchun siz bu ham bo'ladi, bu ham bo'ladi, u ham bo'ladi, hammasi sizga xizmat qilib beraveradi. Qadrli xaridorlar, mana ko'rib turibsizlar, havo sovuq, tuman, hamma yoq. Hop, hozmak do'koni bor akalar va hozmak do'kon yangi ochgan, shu sohaga yangi kirib kelgan, nima olib sotishni bilmay turganlar, ayniqsa shu shlang mahsulotlari bo'yicha va qolgan narsalar bo'yicha ham maslahat beraveramiz qo'ldan kelgancha. Endi shu sohani qurilish mahsulotlari ichidamiz. Asosan shu shlanglar bo'yicha qo'limizdan kelgancha sizlarga tavsiyalar beramiz, maslahatlar beramiz. Yangi do'kon ochgan bo'lsalaring, shu sohaga kirib kelgan bo'lsalaring, bemalol ekranda yozilgan raqamga telefon qilishlaring mumkin. Gaplashib, maslahatlashib va o'zimizning mahsulotlarni ham hamyonbop narxlarda sizlarga chiqarib beramiz. Like bosib, podpiska tashlab qo'yinglar. Meni mashinam qizib ham qoldi, ishdan ham qolib ketyapman video olib. Endi biz ishga ketdik. Buni buyurtma bergan klientimiz kutib qolishdi zakazlarini. Bu zakazlarni olib borib beramiz. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.